Hocam birinchi o'yin deyolmayman. Chunki u birinchisi emas. Tak, menga 90 FPS Shadow deydi. Xo'p, o'yinimizni boshlab oldik. Hozircha telefonni versiyasi bu. Hamma kim bir chirayapti. Chirayapti aka. Qulfi bor ekanmi? Xo'p, mayli. Nimalarimiz bor? Hech vaqo yo'q. Gadoymiz, gadoy. Bitta kerak bo'ladigan narsa. Shundan nima? Xo'p, mana 300 maksimalniy grafikasiga bo'ladi. Nolimaymiz. Grafika katta ko'rgansan, daraxtlarni qo'lda urgan. Jinni ham bo'lmaydi, jinni. Daraxt bilan boshga urish mumkin. Lekin daraxt qo'lda urganni birinchi marta. O'yinda akalar. Bo'l endi. Hop. Tak, 100 ta tosh. Buning uchun ham 100 ta kerak. Hop. O'yinda nomi bor, kerak bo'lsa, bilaman, bor. Nomini ham yozib qo'yaman. Hozir deb maqtama shunaqa edi, men chadashmasam maqtama. O, bo'ldi hozir, bak bo'ldimi, nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Otvordi cho'ta. Hozircha shunga sabr qilamiz, akalar. Hozircha telefonda. Bir grafikali o'yinlarda o'ynayman, tushundingmi? Hop. Grafikani maksimalniga qo'ysam ham aka, o'zgarish yo'q. Nima bu? Bir haftada ham bo'lmaydi-ku. Nima? O, latta. Ha, anavi latta ekan. Men bint yasab qoladi, ikkita. Nima deyishlar? Yo'q, bintni ham berib qo'yamiz. Joyimiz, o tosh, ur. Daraxt urganini ko'rdim, lekin toshda ham endi ko'ryapmiz. Yo'q. Akalar, bu onlayn server. Любой moment kelib bitta tosh bilan, kirka bilan boshimizga urib, mana shu yerga toshga o'xshatib to'nqaytirib ketish mumkin. O'shaning uchun atrofga qarab. Bitta odam ko'p emas-ku, lekin bitta ikkita loylar kelib qolishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Yangi o'yinchimiz, hech narsadan xabarimiz yo'q. Shunga kirka yasash iloji yo'q-da. Bundan bitta. Hop, necha sekund? 5 sekund, 4 sekund. Buni tayyor bo'lish kerak. Kirkamiz bor. Tosh. Nechta? 40 tadan. Normal. Ur, kurashishga ur. Soloni. Soltamiz ham bor. Hop. Hali kapita tiklab olsam bo'ladi. Shu yo'llar chiqaraveraman. Horror desam, deboy chiqadi. To'g'risini aytaman, men o'zim Bezod kanalida moderatorman desalaring. Aka, Bayrat tog'a.
Garri Elmacho deganlarni kanalida. Moderatorimiz. Kanalini reklama qilmayapman. Kanalimni o'zimnikini. Chunki reklama qilish foydasi yo'q. O'zim noldan ko'tarish niyatim bor. Kanal Xudo xohlasa поддержка qilib qo'ysalar. Hujjatga kompyuter tervasan. Elmacho bilan birgalikda bir stream bangasalar tashlash niyatlarimiz bor. Xo'p, mavzuga qaytsak. Katta. Biz kattamiz. E3 degandagi eshakdagi E3 2 ekan. Karta ham katta ekan lekin. Yoshi katta. Bu nechta nimalar bor bizda? Nimalar qila olamiz? Buning uchun bizga 30 ta latta kerak, 50 ta bu. Bu deydi, raf deydi. Nima bo'ladi? Vashi tushunmayman. Tak. Uy qurish uchun nima? Mana. Latta bo'ldi. Kasaram. Bolani qorni och, biron narsa yeyish kerak, biron narsa bitta. Uncha kompyuterdagi rafga o'xshab. Bagida undan kerak. Hayvonlarni to'ldiramiz. Bunaqadir. Nima? Hayvonlarni to'ldiramiz, terisini olamiz. Go'shtini olamiz. Nima bo'ldi? Nima edi? Temir. Iron Alright. Katta nimalardir yozishyapti, ko'rsatishda hojati yo'q. Chunki bitta har xil gaplar bo'lishi mumkin. Xo'p. Tradizon Igaz stadionni qo'yibdi. Menimcha shu sentrroqqa shundan shu qayt. Qanaqa? To'xta eshak. Eshak to'xta. Otma. O'ldirib qo'ydimi? Tushunmadim. Meni o'ldirib qo'ydimi akalar? Tushunmadim. Loy. Voy, shuncha narsalar ketdi. Nima? Vahima qilmaymiz. Hozir yana. Nima? Eshak kimga? Mingta seriya obeshal. Eshak yozyapti kimgadir. Menga mingta qanaqa porox yasaydigan sera bor, anaqa tosh qo'shilgan. Shunaqa obeshal qilganding, va'da berganding deyapti. Qani ular? Men qayerdan bilaman? Men eshak emasman-ku senga. Qayerdan chiqyapti lokatsiya? Sen degani qayerlar? Sera. Hozir nechta? 580 ta. Kirga tosh topish kerak, tosh.
Tosh. Nima? Batta. Eshak o'ldirib qo'ydi. Shuncha narsa. Xullas, короче, akalar buni o'zbekcha nimani? O'zbekcha deyman. Ruscha tarjimasi yo'q ekan. Inglizcha. O'shancha tushunmaganimizda. Oh, boramizmi tom teshik ekan. Tom teshik ekan. O'lib ketmasam bo'ldi. Chiq. Ey, men bas bilan shunaqa toshlayman. Tak, zapis ketyapti. Bundan nimalar yasashimiz mumkin? Xo'p, hop. Nima bu? Night Queen deydi. Nimasi? Bu menimcha suvaydan pichoq. Kamon. Ko'tardi. Hech narsani eshitib bo'lmayapti. Tosh. Yaxshi, bitta bermas ekan. Hech bo'lmasa 8 olmasam yarim soat urishim kerak mana bu tosh. Bu qo'lni emas, ayol tepsa bo'lmasmikan shuni? Qo'lda urganda. Cho'g'ni qattiq ekan, akalar. Cho'g'ni qattiq ekan. Nima yuribdi? Tepada ko'rasan. Itimi, nima u? Bo'rimi? Chiya bo'rimi? Unga hozir to'ximiz yetmaydi. Nayza hisob emasmikan? Nayza. Bo'larkan. Bitta nayza. Daraxt. Ozgina daraxt kerak. Tak, bint ham kerak. 2 dona bint yasab qo'yamiz. Bolta. Bint. Bint o'ramiz hozir. Paket. Ur. Nima gaplar akalar o'zlaringda? Yozinglar kommentariyga. Nima gap? Nima so'z? Olamda, o'zlaringda. Danglar tinchmi? Tak, kirka. Biz ham shu stream qilamiz. Rosa yo'lini qildim. O'xshamadi. Telefonda. Stream bosdim. Bir o'yin qotadi. Bir kamerani yoqishga iloji bo'lmay qolyapti. Telefonda o'zida. Xullas, ozgincha vaqt shu bilan eplashtirib turamiz. Kompyuter yarim tayyor holatda hozir. Asosiy narsalarni olingan. Ozgina harakat qilsam, ularga tartishga qilib ko'rsatadi. Kompyuterdan to'liq holatida stream qilishni boshlaymiz. Mingtadan o'tdik akalar, rahmat hammalarga. Kim podpiska bo'lgan bo'lsa, bosgan bo'lsa hammalarga kattakon rahmat.
ikkinchi kun bugun. 2 kundan beri stream qilaman deyman, hech o'xshatolmayapmiz. Boshqalar. Xuddi anavi Raftning telefonda versiyasi ekan. Otamcha pastga tushib bochka yoramiz. G'ayrat Ovanov kanalida ko'rgandim. Raftni tonni ko'rib chiqqanman, tugatganman. U odamni men 6000 ta подписчики borligida boshlaganman ko'rishda. 6000 da hozir 10 barobar emas, 100 barobar ko'p. 600 ming, 700 ming ta bo'ldi. Nima deydi? Nima deydi? Hozir ko'rdi. Nima? Sovuqlar tushdi akalar. Havo soviyapti. Havo ancha sovuq. Kiyikka ham tayyor ekan. Toshga yuboramiz. Toshlarni olish kerak. O'tirishlari boshqacha bolagina. Qorni och bolagina, qorni och. Menimcha shularga bir uyqu yuborsak bo'larmikin? Yo'q, bergan emas. Mashinadan o'tirsak bo'lar. Nima? Tosh ekan. Bari, mana shu o'rtaga qurishni boshladim. Hop, hop, hop. Nimaga? Hop. Tushib turaymi? Nima bo'lyapti? Bu notekis ekan, oyog'i nimasi yetmayapti. Tekisroq joyga qur, deyapti. Hop, mana bu yerga. Ana. Hozircha shu ham yetadi bizga. Hop, nechtadan? 50 ta. Normal, atrof tarafga to'la. Eshik. Tak, tom. O, yaxshi. Ye? Eshik отдельный bo'lishi kerakmi? Nega ulучшение qilib bo'lmayapti bu toshdek? O,
Nega upgrade qilib olmayaptimi? Hop, mana bitta, bitta. Pechka yo'qmi? O, pechka bor. Nima uchun? Mana nima ekan? Bir balo deyapti. Xullas tushunmadim. Hop, yashik. Yana mana tayyor. O, divanimiz. Bitta divan. Nashotaga. Opa. Menimcha to'xtanglar. Ha, tushundim. Menimcha endi tushundim. Nima kerak bizga? Buni ulучшение qilish uchun, uni toshdan qilish uchun, chunki bu loy, lekin marta bo'lsa, уже chachilib ketadi. Uni ol qo'lingga upgrade. Toshlik. O, ana. 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 Hop, oba, opa. Opa, qo'yamiz. Hozircha normal. Hop, endi hop. Ichkariga ochiladi. Nima ham dermiz? Shu yerga shunday qilib qo'ysak ham bo'lar. Kelganda shunday kirib ketgan, ha? Ket deganda uyimiz bor. Normal, bir tomon toshdan. Undan tashqari yashasa bo'lar. Yashab urish kerak. 29-avgust. Chap tomonda. Ekran tepasiga 29-avgust deb yozilgan ekan. Bizga tosh kerak. Buni olib bo'lmasin. Ne aka g'alati yurib qoldi. Oh, nayzada. Oh. Ha, men aytdim. Scrap. Scrap nima? Yo'q, boshqa narsa. Yo'lga chiqib ketdi. Katta yo'lda opasniyda har xil odamlar yurishi mumkin. Hozir ko'rdilarim bitta kamon o'qi bilan o'sha ishimiz hal bo'lib qoldi bizni. Xo'p, qanday yashasa bo'larkan bu serverda? Ona. Nima? Semi automatic body. Avtomatda qanaqadir zapchasi bormi?
qanaqadir zapchasi bor topdim men. Yaxshi degani Blue Oil nima? Ha, bu ko'k bochka, sariq bochka yapti. Ur, nega urmaysan? Nega urmaysan? O'g'lamiz latta. Keyin bunaqa narsalar chiqmas ekanda. Bizdan tozalashib ketyapti o'shani o'ringlar. Toshmi, hayvonni topish kerak. O, mana shu narsadan yana bitta kerak. Pechka qurishimiz kerak akalar. Bu menimcha benzin yo neft. Menimcha benzin bo'lishi kerak, benzin. Hozir pechka. Mana yana 5 dona kerak o'shunga. Skrapni ol. Shuncha kelyapman men yana shuni olmaydi. Toshni ham olamiz hozir. O'yin yaxshi. Nima masala? Telefonda yana qanaqa o'yin kutish mumkin bundan boshqa? Bor, to'g'ri. Grafika yaxshi o'yinlar bor. Grafikalar chiroyli endi. Ular orasiga reklama tiqib tashlashganmi? Reklamani bosib yotibdi-da. Bundan oldin bitta o'yin shunga o'xshash bir o'yin topib, o'zicha ozgina o'ynamoqchi bo'lgandim. Nima bu? Shunchalik yaxshi. Ikkinchi minutga bormasdan o'zi reklama chiqqanda shunday jonimga tegdi. O'chirib tashladim to'g'risi. Dard qilardim endi. Skrap mashinani minsa bo'lmasmikin? Chirib ketibdi mashina. Toshni olamiz. Tosh kerak. Pechka uchun kerak. Judayam uni chaynab olishimiz kerak hozirroq, chunki u daraxt yoqtirib bo'lmoqda. Ularni chiqib tursa like bosib, ozgina qo'llab tursalar. Skochim nima bu? Trap? Nima bu trap? Trap. Ha, gapni chala qoldi. Ozgina poddiska qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring. Kompyuter oz qoldi undayam. Cho'tka o'yinlarni reaksiyalaridan kutib qolasizlar. Tayyorlab ko'rib qo'yganman. Ancha o'yin og'adan ko'rganman. Mayli tog'adan. O'zim ham obunachiman uni kanalida. O'zimga qanaqa horror o'yin, qanaqa o'yin yoqmasligini
O'sha yerda chatda ko'p ko'raman, bolalar qanaqa o'yin kerak, ko'rmoqchi bo'lgan o'yinlarini, qiziqqan o'yinlarni yozishadi. Juda ko'p ko'raman. Shu o'yinlardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Tosh. Toshda onamiz menga vor urish kerak-da shu yerda. Buncha shundan qaytsak bo'ladi. Uyimiz qayerda qoldi endi bizni? Ha, loy. Biz qayoqqa kelyapmiz? Yana ozgina bu yoqqa yursak gaz stadion bor ekan. O'sha yerga boramizmi? Mayli, mayli. Bekor ketmaymiz-mi? Ko'chkalarda olib ketsam. Shundan biron nima chiqib qolar. Iye. Iye. O mana. Najatini ketdi. Tak, skrap. O, ana pechga tayyor degani. Yaxshi. Pechga bo'lsa yaxshi-da, oziq-ovqat problema bo'lmaydi. Pishir kuydir. Metal eritishga endi ozgina xabarim bor bu o'yinda. Ko'p bo'lmasa ham. Metal kuydirish kerak. Mana uni temir. Bo'lmas ekan. Temirni nima qilsak ozgina. Nimadir borda. 4 ta skrap deydi, 20 ta skrap deydi. Mana nima? Ha, u qanaqadir urug'. Yaxshi. Katta hayvon yo'qmi shu yerda? Qorni och bolagining qorni. Boraverin, nima gap, nima so'z bu? Birinchi marta. Kamchiligi bor aniq. O'ziga yarasha endi. Bu grafkan lekin u endi skachat qilib tortib ketadi. Yaxshi boshqacha edi. Odamni qochish kerak. Qochib borib urish kerak-da bu yerdan.
Hamma deb aloqasi iloji yo'qmi? Terrorist deydi. Oldik. Yana benzinmi? Mayli. Benzinmi nima bilmadim, lekin yaxshi. Otdi. Kimdir otdi. Oh, o'tyapti. O'tyapti. Oh, manba. Nima? Latta. Yana latta. Maqbina boshlig'iga. Buni qaytar, ketmasa kerak bo'ladi, menimcha. Shuni ikkita bor ekan, yaxshi degan uchta pechka. Oh, metal. Yana metal. Yana metal. Bundan nima berish mumkin? О, ничего себе! Yaxshi. Narsa oldiga bitta surish kerak edi. Bu yerdan surish kerak. Uycha bor ekan. Shu o'rtaga uy qurarsammikin? Shu o'rtaga. Nima deb o'ylaysizlar? Lekin emas ekan, chunki zona. Mana zonasi bor. O'zi aytadi. Zona qo'yish mumkin emas, bratishka, bekka uy qurma. Bitta zonadasan. Aytadi. Shu o'rtaga. Vor urish kerak-da shu o'rtaga. Oba. Hop. Hop, yaxshi. 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 Hop. Tak. Bu yoqda ikkitamiz, bu yoqda ikkitamiz. Eshik. Bu yerga eshik, endi tom. Krysha. Bu yerda ekan. Hop, yana bitta. Hop. Endi bu yerdan bitta eshik, bitta bundan. Hop. Bitta. Ha, shu verstak kerakmi? Darvozalar juda ko'p narsa ekan endi. Qani? Oba. Upgrade. Toshlik. Hozir tosh kerak bizga. Yashik. Hop. Verstak bor. Verstak shu yerga quramizmi endi? Xo'p. Bizga kerak bo'ladigan narsa 50 ta kerak. Niye bo'lmayapti bu?
Tak. Hozir qanday qilardi buni? Repair bench. Ну, o'yin shunaqa akalar. Shuni qaytar. Solamiz. Keyingi nima uchun? Akalar, o'yin shu. Xullas, mana ну, boshlanishi noldan. Sekin-sekin kuchaytirib, shunaqa qilib kommentga yozinglar. Nima qilish kerak? Shuni mana shuni tushunmadim. Shu ikki bundan ko'rgandim. Onlayn streamda ko'rgandim. Shu verstak kerak ekan. Tepa yerga tashlaymiz. Var urish kerak-da. O'yin shu akalar. Kichkina bazalarni bu katta odamlar ketsa kerak, qonni kattalardan. Akalar, layklarni bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa bundan ham to'g'ri o'yinlar chiqarishga harakat qilaman. Hozircha shu menda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.